Hayvon tishlaganda quturishga qarshi vaksina olinishi haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz, unda video aynan siz uchun. Hayvonlarning, ayniqsa yirtqich hayvonlar, itlarning, mushuklarning yoki kemiruvchilarning tishlash natijasida insonga eng xavfli bo'lgan kasalliklardan biri quturish yuqishi mumkin. Quturish kasalligining davosi hozirgacha aniqlanmagan. Shuning uchun bunday hayvonlar tishlaganda bemorlarga zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatish hamda quturishning profilaktikasi bo'lmish emlashni amalga oshirish tavsiya etiladi. Yirtqich hayvonlar tishlaganda dastavval jarohat yuzasi 20% sovunli suv eritmasi bilan yuvib tashlanadi. Undan so'ng travmatolog shifokor huzuriga yoki rabiolog shifokor huzuriga tashrif buyuriladi. Tashrif buyurilgandan so'ng qanday toifadagi it tishlaganligiga aniqlik kiritiladi. 4 toifadagi hayvonlarning tishlashi tafovut etiladi. A, B, C, D toifadagi hayvonlarning tishlashi farqlanadi. A toifadagi itlar yoki hayvonlar quturish kasalligi laboratoriya tasdig'ini topgan hamda klinik belgilari namoyon bo'lgan hayvon sizni tishlab olgan bo'lsa, demak A toifadagi hayvonlar hisoblanadi. B toifadagi hayvonlar quturish kasalligining klinik belgilari namoyon bo'lgan, ammo laboratoriya tasdig'ini topmagan hayvonlar kiradi. C toifadagi hayvonlar esa bular yovvoyi hamda noma'lum bo'lgan, egasi noma'lum bo'lgan daydi hayvonlar tishlagan bo'lsa, bular C toifaga kiradi. Va D toifadagi hayvonlar bular uy hayvonlari hisoblanadi. Mana shu 4 ta hayvonning tishlashiga qarab turib, bemorlarga 5 martalik bir oyning ichida profilaktik emlash tavsiya etiladi. Emlashlar 0, 3, 7, 14 hamda 28 kunlarda buyuriladi. Bundan tashqari bemorlarga qoqsholga qarshi 1 martalik vaksinatsiya ham o'tkaziladi. Agar sizning ham tanishingizni hayvon tishlagan bo'lsa, ammo profilaktik emlashni olmagan bo'lsa, unda bu videoni aynan ana shu tanishingizga yuborib qo'ying. Unutmang, sizning sog'lig'ingiz biz uchun juda ham muhim. Salomat bo'ling.